Bugun boshlamasangiz, ertaga bozorni tomoshabin bo'lib kuzatasiz. Assalomu alaykum. Uskuna Pro jamoasi sizlarga navbatdagi mahsulot ishlab chiqarish haqida so'zlaydi. Ushbu mahsulotni biz odatda ofislarda ishlatishga odatlanib qolganmiz. Bu mahsulot suv ichish uchun ishlatiladigan bir martalik stakan hisoblanadi. Bir martalik stakanni biz ushbu liniyadan foydalangan holda ishlab chiqarishimiz mumkin. Liniya kompressor, chiller va qolip qismlaridan iborat. Liniya 380 volt kuchlanishda ishlaydi. Mahsulotni ishlab chiqarishda bizga PET xomashyosi kerak bo'ladi. 1 tonna PET xomashyosining bozordagi narxi taxminan 2000 AQSh dollari. Har bir stakanning og'irligi 2 gram. 1 tonna xomashyodan taxminan biz 400 ming dona stakan ishlab chiqara olamiz. Liniyani bir kunda 10 soat davomida ishlatgan taqdirimizda biz 264 ming dona stakan ishlab chiqara olamiz. 10 soat davomida biz 660 kilogramm xomashyo ishlatamiz. 26 kun davomida 6 million 800 ming dona stakan ishlab chiqara olamiz. Stakanning tan narxi 60 so'm. Ulgurji bahoda esa biz stakanni 80 so'mdan sotsak, bir oy davomida 45300 AQSh dollari ishlab topamiz. Endi xarajatlarni hisoblaymiz. Bir oy davomida xomashyo uchun 34300 AQSh dollari, joy ijarasi uchun 500 AQSh dollari, elektr uchun 500 AQSh dollari va ishchilar uchun esa 1000 AQSh dollari sarflaymiz. Endi stakanni sotib topgan daromadimizdan xarajatlarni ayirib tashlasak, bizda umumiy 9000 AQSh dollari qoladi. Biz 1350 AQSh dollari daromad solig'i to'lasak, bizda sof foyda 7650 AQSh dollari bo'ladi. Yuqoridagi hisob-kitoblar uskunaning o'rtacha tezlikda ishlatilishini inobatga olgan holda amalga oshirildi. Agar sizga shu va boshqa turdagi turli xil liniyalar, turli xil uskunalar kerak bo'ladigan bo'lsa, quyidagi raqamlarga hoziroq murojaat qiling.